Ertalab soat 5 da uxlab, har kuni obedda turayotgan bo'lsangiz, organizmingizda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Hozir men sizga bu narsani isbotlab beraman. O'zi aslini olib qaraganimda bizning gormonlarimiz qanaqa ishlaydi? Bizlarda kelib chiqib aytishadiki, soat 10 da yotishing kerak, 11 da yotishing kerak, ertalab 4 da 5 da turishing kerak. Agar rejimingiz shunga pozolat qilsa, shu narsa tarafdoriman men ham. Shunaqa rejimda uxlaganingiz yaxshi, gormonlaringiz joyida uxlaganingiz yaxshi. Lekin bunaqa rejimda uxlamaydigan, bunaqa rejimda ishlaydiganlar, tirikchilik qiladiganlar bor. Ya'ni aytganimdek o'sha logistlar bor, har xil kuryerlar bor. Ular ishi jihatidan shunaqa, misol uchun musofirda yurgan odamlar bor. Ularning ishi kechqurun. Men ertalab 7 da 8 da kelib uxlayman, 1-2 gacha uxlayman deydi. Kuni xullas almashgan, tuni bilan kuni almashib qolgan. Ular nima qilish kerak? Ularga ham hammasiga yechim bor. Bizda agar biz rejim bilan uxlaydigan bo'lsak, misol uchun har kuni 5 da yotib, 1-2 da turadigan bo'lsa, bizning organizmimiz, gormonlarimiz shu narsaga moslashadi. To'g'ri, siz bir kun 3 da uxlab, bir kun 4 da uxlab, bir kun 7 da uxlab, bir kun 12 da uxlab, bunaqa agar disbalans qiladigan bo'lsangiz, bu narsa noto'g'ri. Agar siz rejim bilan, ya'ni siz ertalab 5 da uxlayapsiz, har kuni 12-1 da uyg'onyapsiz. Bo'ldi, siz organizmingiz shu narsaga moslashadi. Siz aynan kechasi 10-11 da uxlab, ertalab 4-5 da turgan degan narsa yo'q. Agar sizning imkoniyatingiz bo'lmasa, siz kechqurun ishlaydigan bo'lsangiz, siz xotirjam bo'ling. Siz shu narsaga moslashasiz. Ya'ni siz ovqat rejimingiz, uyqu rejimingiz, gormonlaringiz shu narsaga moslashadi. Kosmonavtlar nima qiladi? Misol uchun, mana osmonga chiqib ketgan kosmonavtlar bor. Qancha uxlaydi ular deb o'ylaysiz? Bitta chiqqanda yillab yo'q bo'lib ketadi. Ular qanaqa uxlaydi ular? Mana oddiy misol sizlarga o'ylaydigan bo'lsa, bir xil aytadi, hamma chiqib oladi, aqlli ham 11 da uxlashing kerak, 12 da somatrop ishlab chiqaradi, melatonin ishlab chiqaradi va sana. To'g'ri, uxlasangiz yaxshi. No, bu sohada uyqu, misol uchun tirikchilik yuzasidan yuradiganlar bor. Ular nima qilsin ular? O'zini osib olsinmi ular? Ular ham shu narsaga moslashadi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, har kuni 5 da 6 da rejim qilib uxla, 12-1 gacha uxla. Kunduz kuni uxlayapsanmi, kechqurun uxlayapsanmi, rejim bir xil bo'lsin. Ya'ni bir kun 1 da, bir kun 5 da, bir kun 7 da uxlagin demayman. Unaqada noto'g'ri bo'ladi. Rejim bo'yicha uxlasa, 6 soat, 7 soat uxlasin, bo'ldi. Unga farqi yo'q. Obeddan keyin uxlayaptimi, kechqurun uxlayaptimi, ertalab uxlayaptimi, organizm shu narsaga adaptatsiya qiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsa, hammaning gapini eshittirmay, hamma siz uchun yashamaydi. Bu hayot sizniki. Men bu gapim bilan rejimda uxlang deyapman. Misol uchun targ'ib qilmayapman betartiblikka. Siz misol uchun ishingiz shunaqa. Kechqurun ishlaysiz, kunduzi uxlashingiz kerak. Sizda rejim shunaqa. Siz kunduz kunga o'sha soat 7 da uxlayapsizmi, ertalab 6 da uxlayapsizmi? 6 soat, 7 soat uyquni bering, bo'ldi. Organizm shu narsaga, sizning gormonlaringiz shu narsaga adaptatsiya qiladi, bo'ldi. Kechqurun 10 da uxlashim kerak ekan, 11 da uxlashim kerak ekan, turib bo'ldi, siqilib bekorga stress olib yurmang. Sizning gormonlaringiz o'sha vaqtga moslashadi, bo'ldi. Zalni endi boshlagan bo'lsangiz, nima qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, aynan siz uchun men onlayn shogirdlik qilganman. Bu yerda haftalik mashqlar kun davomida qaysi kuni qaysi mushaga ishlash kerak, qanaqa sport pitaniya olish kerak, qaysi biri muhim, qaysi biri zarur emas, hamma narsa bo'yicha video shaklda ma'lumot berganman. U kanalga o'tish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring.